Assalomu alaykum do'stlar. Demak, biz bugun e, o'yin o'ynab metal degan valyuta bor, kriptovalyuta. O'sha kriptovalyutani ishlashni o'rganib chiqamiz do'stlar. Demak, buning uchun bizga mana shu sayt kerak bo'ladi. Sayt silkasi albatta opsiyada bo'ladi yoki bo'lmasam Telegram kanaliga o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Demak, bunga qanaqa ulanamiz? Bunga albatta bizga Phantom kashalik kerak bo'ladi. Phantom kashlikni ochishda YouTube'dan bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Ochganlar bo'ladigan bo'lsa, oddiy Phantom kashlikni ulash orqali o'yin o'ynab ishlashingiz mumkin do'stlar. Loginni bosamiz va bu yerda Phantom, kimda Trust Wallet bo'lsa Trust Wallet, MetaMask, OKX, Lepah Wallet orqali ishlashligi mumkin do'stlar. Juda ham oson. Biz nima qilamiz? Bu yerda hozir kirguncha ko'rsatib o'taman. Bu yerda Quest trading bo'limi bor. Xohlaganlar trade qilib ishlatadi. Quest bo'limi bor. Bu yerda vazifalar bajarish ishlashingiz mumkin. Undan tashqari staking bo'limi bor. Stakingga qo'yib ishlashingiz mumkin. Va do'stlar, energiya beriladi har kuni. Menda 25 ta energiyani bugun ishlatib qo'ydim endi. Va mana bu yerda bitta nimani yutganligimiz uchun 6 ta ninjani yutganligimiz uchun 6 ta energiya beriladi do'stlar.